Cherry 8 Pro mashinamiz mana. Polni 4 ta injektorlarni yangisidan qo'ydik. O'zini originalidan. Injektorlar kuyib ketgan. Bu mashinada yana bitta problemasi, bu buyuk gazoviklar gaz qo'ygan buni. Shu bunaqasi tarixda bo'lmasa kerak. Hozir mana bularni polni kley qilib chiqdik biz. Bu kollektor shlangini, kollektor mana bunday turadi-da, mana. Bu polni tagidan aylantirib kelib, tagidan o'tkazib, mashinasiga qo'yganlar buni. Birinchidan gaz rasxoti ham ko'p bo'ladi, ikkinchidan bu mashina normal ishlamaydi-da bunaqa. Gaz anaqalarda, trubkalarda. Buni mana shu yerdan teshib, mana primoy mashina. Mana shu yerdan o'tkazsa ham bo'lardi. Endi biz gazovik emas, gaz ishga qo'shilmaymiz. Bu mana bu ish noto'g'ri-da, mana bu Findiperskiy stilda mana bu vaqti musor ishda bu. Shuning uchun shu gaz past qo'ydirganda shu professional ustalarda qo'ydiringlar. Ertaga mana bunaqa problema bo'lib yotmasin. Kollektor 4 joyini endi buni teshigini yopib, kleylab, endi bu yerdan teshtirish kerak. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.